Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xalqaro kechirim tashkiloti Ispaniya sho'basining 2010 yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilish yig'inida Rabiya Qodir xonim muxbirlarning asosli ziyorat obyekti bo'ldi. Yig'in 6 aprel Ispaniya poytaxti Madridda chaqirilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining mazkur kishilik huquq dokladida Uyg'ur kishilik huquq masalasiga alohida o'rin berilgan bo'lib, bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qodir xonim muxbirlarning asosli ziyorat obyekti bo'lgan. Yig'inda Rabiya Qodir xonim Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tafsiliy to'xtalgan. Rabiya Qodir xonim 4 aprel tushdan keyin Amerikadan Ispaniyaga qarab yo'lga chiqqan edi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar barin inqilobining 21 yilligini xotirladi. Xotirlash faoliyati Turkiya va Avstraliyada bir qadar ko'lamlik elib berildi. Turkiyadagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati 2 aprel Istanbulda, 3 aprel Anqarada va 4 aprel Qaysirida faoliyat uyushtirib, barin inqilobini xotirladi. 5 aprel Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining uyushtirishi bilan Adelaydagi Uyg'urlar barin inqilobining 21 yilligini xotirladi va shahidlarni eslab o'tdi. 1990 yılı 5 aprel Barin Yezdagi Uyg'urlar mərhum Zaydin Yusuf rəhbərligida Xitoy mustamlikçilariga qarshi qo'zg'algan. Yaqinqi zaman Uyg'ur tarixidagi bu mashhur inqilob Barin inqilobi deb atalgan edi. Qag'iliq nahiyasidagi 2 nafar o'qituvchi Xitoyning qo'shtillik siyosati ustidan shikoyat qilganligi uchun 35 kun qamoqda yotgan. Bular Qag'iliq nahiyasining Tetir va Ko'kyar yezisidan kelgan Ayshamgul va Xayrigullardir. Xayrigul 7 yil, Ayshamgul 20 yil o'qituvchilik qilgandan keyin 2004 yili ushtumtot bir uqtirish bilan xizmatidan qoldirilgan. Xitoy tili bilmaslik ularning xizmatidan qoldirilishining birdan-bir sababi bo'lgan. Hayotining yoshlik bahorini ma'rif ishlarga beg'ishlab, oxirida ishsiz va makonsiz qolgan bu o'qituvchi o'zlari yo'liqqan nohaqchilik ustidan shikoyat qilib, yuqori tuvanga harakat qilgan bo'lsa-mu, hech nimaga erishamagan. Aksincha, 2 qitim tutqun qilinib, jami 35 kun qamab qo'yilgan. Baltimore Quyoshi gazetining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Yaponiyadagi Fukushima yadro vaqasidan keyin Amerikaning sharqiy qirg'og'idagi radiatsiyalanish alomatlarini tunji bo'lib bayqagan va radiatsiya miqdorining salomatlikka ziyon yetkazgudek darajada emasligini muayyanlashtirgan mutaxassis Uyg'urdir. Bu mutaxassis navbatda Amerika Maryland shtatlik sayya boshqarmasining radiatsiya tajribaxonasida ishlayotgan Uyg'ur labort Abdurahman Ablimiddir. Baltimore Quyoshi gazetining xabarida Abdurahman Ablimidning bayqash jarayoni alayda tilga ilingan. Abdurahman Ablimid Amerikaga kelishdan avval Yaponiyada ilm tahsil qilgan bo'lib, u 2005 yildan boshlab mazkur tajribaxonada tadqiqot bilan shug'ullanmoqda. Xitoy hukumati Qashqardan Arkashtam chegara eg'iziga tutishadigan bir yuqori sur'atli tosh yo'l yasaydi ekan. Doiralarning mazkur plani Qashqarni Janubiy Uyg'ur elidagi Shinjing qurib chiqish qurilishi boshlangan mezgilga to'g'ri keldi. Kanadadagi bir Uyg'ur ziyolisining bildirishicha, Xitoyning mazkur yuqori sur'atli tosh yo'l qurilishi bir tarafdan sirtdan keladigan harbiy mudohalaga taqobil turishni maqsad qilsa, yana bir tarafdan Qirg'iziston va Tojikistonni o'z ichiga olgan O'rta Osiyo ellariga kengaymichilik qilishni g'araz qilgan ekan. Ürümçide Xitay nüfusunun köpeyişige ergişip Xitaylar arasında Ürümçidin yerlik setiliş şamili payda buluşu başlagan. Hatta Ürümçide yerlik satıdığan şirketlermi yerlik setiş teşvikatını küçeytken. Ürümçi to'g'rida xabar qilishicha, navbatda Ürümçide bir kishilik yerlik bahası eng tuvan bo'lganda 8600 yuan, yuqori bo'lganda 10 000 yuandan oshadi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Ürümçidagi ba'zi Xitoy fuqarolari Ürümçide yerlik bahasının o'rlab ketishidan ansirab, yerlikni oldin setilishga oldirmoqda ekan. Amerika Cumhuriyetçi Avam Palata raisi John Boehner çarşamba günü Xitoyda diniy erkinlikni qo'llaydiganligi va bu jihatdagi qo'llashining uzil kesilish ekanligini bildirdi. U shu kuni Hong Kong Katolik cherkovining popi Chen Rejunni qabul qilganda o'zining Xitoy diniy erkinlik masalasidagi qarashini sharhlab, diniy erkinlik asos kishilik huquqidir. Agar hukumat xalqning bu huquqiga tajovuz qilsa, Amerika buningga sukut qilmasligi kerak va shart degan. John Boehner bu yil 1 oyda Avam Palata raislik vazifasiga o'tirgan edi.
6 mart Gollandiyadagi ma'lum bir lagerda bu yerda turayotgan Uyg'urlar uchun alayda bir yig'in uyushtirildi. Yig'inga musafirlar ishlariga mas'ul xodimlar va advokatlar taklif qilingan bo'lib, musafirlarning hozirgi va kelgusidagi ahvollariga munosabatlik savatlar tushuntirildi. Musafir Uyg'urlarmi o'zlari duch kelayotgan masalalar haqida savol qo'yib, hal qilinish choralari haqida fikr almashtirdi. Yig'in qatnashchilari yig'indan rozi bo'lganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.